Pashti kvartiraning narxiga uchastka taklif qilaman. 7 sotiq maydonga ega uchastka. 3 ta xonasi tayyor holatda kirasiz, maza qilib yashaysiz. Narxini aytaman, siz aytmasdan like bosib Buxoro Uy kanaliga obuna bo'lasiz. Narxi 79.900 dollar so'ralyapti. Qurilish turi to'liq pishgan ishdan bo'lgan. Juda ham zo'r taklif deb o'ylayman. Ana bu xonalarni ko'ryapsiz, hech qanaqa yorilgan joylari yo'q ekan. Ana bu ikkinchi xonasi zali. Juda ham zo'r narx, 79.900 dollar, 7 sotiq maydonga ega. Bemalol 2 ta aka, 2 to'pa singil yana alohida kirib chiqishga bemalol darvozaxona qo'yishlari mumkin. Nimaga bunaqa deyapman, video davomida tushuntirib o'taman. Qaranglar, ana bu joyda yana bitta zal, bitta spalni va sanuzol tashab qo'yilgan, bolor qilib yopilgan, ustlari shifr bilan yopib qo'yibdilar. Ana bu, xo'p, kirganimizda hovli qismini ham ko'rishingiz mumkin, juda ham katta va keng. Nimaga 2 ta aka, 2 ta opa singil deganni tushuntirib beradigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, bu tarafdan ham darvoza qo'yish imkoniyatiga egasiz. Juda ham zo'r taklif, 79.900 dollar, 7 sotiq maydonga ega, yo'l ustidan 100 metr ichkarida. Manzil bo'lyapti Buxoro shahar, Sheyxoncha. Xo'p, yo'l ustidan 100 metr ichkariroqda joylashgan. Metan zapravkani oldidan kirib kelsak ham bo'ladi. Har doimdek taklif bizdan bo'ladi, tanlov esa sizdan bo'ladi. Uchastka qidirib yurgan aka, opa singillaringizga videomizni jo'natib qo'ysangiz, zero manfaatli bo'ladi. Gazdan, svetdan, suvdan, kadastr hujjatdan hech qanaqa muammosi yo'q. 3 xonali kvartiraning puliga 10 sotiqlik kottej taklif qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, manzil keladigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar, Geofizika, Sardoba restoran deb kelasizlar. Kottejimiz tashqi ko'rinishi bu deb o'ylamanglar, bunisi sotilyapti. Narxi 50 ming dollar so'ralyapti. Barter xizmati ham mavjud. Darvozaxonadan kirganimizdan keyin ana bunaqa atmosfera, 6 sotiqlik o'sha обычный o'zimiz kottejlardan 50 ming dollar plus barter deyapmiz. Barter GM mashinasi bilan barter qilib olish imkoniyatiga egasizlar. Albatta kelishilgan holda. Bu uyimizni ham, uchastkamizning ham narxini 50 ming so'rayaptilar. Yana ham kesalarning savdosi bor albatta. Elektromontaj gipsokarton qilingan. Proyektini o'zgartirib tashlaganlar, sanuzol qildilar bu tarafini, ana bu joy kuxnya adashmasam. Hozir 3 xonali kvartiralardan o'lib qolsa ham 47-48 mingda. Ana bu zal juda katta ekan. Ana bu joy esa alohida qilganlar, sanuzol ko'ryapsizlar. Ana bu joy kattalar yotoqxonasini o'zida ham bitta sanuzoliga ega ekan. Ikki pachka pul rasxod qilsalaring bir 25 ming dollar bilan menimcha uy bo'lib qolsa kerak, xudo xolasa. Odam yashamagan, o'sha uchun hamma joy sho'rlab to'kilib ketyapti, e'tibor berasizlar. Manzil Buxoro shahar, Geofizika, Sardoba restorani yo'l ustidan 150 metr ichkarida, narxi 50 ming dollar so'ralyapti. Barter xizmati GM mashinasi bilan mavjud. Taklif bizdan, tanlovsizdan siz like tayamasdan bosib, kottej qidirib yurgan yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ying. 6 sotiqdan iborat 8 ta xonali uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Narxini boshdan aytaman, sizlardan like bosib Buxoro Uy kanaliga obuna bo'lasiz. Narxi 160 ming dollar so'ralyapti. Videoni oxirigacha ko'ring, nima deb o'ylaysiz? Kommentariyamiz ochiq, albatta, bemalol fikr mulohazangizni qoldiring. Biz uchun sizning fikrlaringiz juda ham muhim ahamiyatga ega. Ana bu darvozaxonadan kirgandan ko'rinishi. 6 sotiq 8 ta xona, qurilish turi esa to'liq pishgan g'ishtdan bo'lgan. Xo'p, xonalarni ko'rsatib o'taman, tezroq harakat qilaman. Sanuzol qismini ko'rishingiz mumkin, svet hozir o'chgan. Ikkinchi etajga chiqib olishimiz mumkin. Ana bu joyimiz bo'lyapti, o'pish holimiz. Oyoqda shponli purla qilingan. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Kirasiz, nasib bo'lsa maza qilib yashaysiz. U yoq bu yoqni o'zingiz xohlaganda remont qilishingiz ham mumkin. Biz faqat taklif berib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. 160 ming dollar so'ralyapti. Yana kesalaring ustida savdo qilib olish imkoniyatiga egasizlar. Mana bu zalimiz, zalda o'zi ham juda ham bahaybat va keng ekan. 5 ga bemalol 8 chiqadi. Elektromontajni qarang. Lestnitsadan chiqqanimizda bizda aniq atmosfera paydo bo'lyapti. Bu joyimizda ham ko'rishimiz mumkin, sanuzolimizni. Adashmasam 3 ta sanuzolimiz bor xonadonimizda. Kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasining o'zida ham alohida sanuzolga ega ekan, juda ham zo'r. Xo'p, manzil bo'lyapti Buxoro shahar, Sheyxoncha, Kapeka deb kelsalaring ham bo'laveradi. Taklif bizdan, tanlov sizdan.